Her soatdagi Uyg'ur sarxonlarining tutqun qilinayotganligi dalinyotgan bir mezgilda el söygen küldürge ve itot çolpini davlat birinci darajalik artist Adil Mijitning yaqinda tutqun qilinib, haj qilganligi sababi bilan 3 yil kesilganligi doir uchurlar chet ellardagi Uyg'ur jamoatchiligida andish paydo qilmoqda. Adil Mijitning Turkiyada yashayotgan qizi garchi bu uchurning to'g'riligini jazmlashtirmagan bo'lsa-mu, ammo 2 noyabrdan buyon dadisi bilan aloqasining butunlay uzilib qolganligi va yangi yurak operatsiya qilib texi to'liq asli kelib bo'lmagan dadisining salomatligidan qattiq ansirayotganligini bildirdi. Biz o xayri saqavat ishganda nom chiqirmizda qilmaymiz-da. Biz Uyg'urlar deganda tinchlik odamlarga yordam qilgan o'rpa odatimiz bor bizniki. O o'ng quloq qilgan yaxshini so'l quloq bilamiz degan gaplar bor bizda bu. Sharq Turkistondagi masjidlarni cheqishni davomlashtirayotgan Xitoy kommunistlari ikki o'lkalarda cherkovlarni cheqish bilan bo'ldi qilmay, butxonlarni qora qo'yib cheqib, qilib qolgan butxonlarga Mavzudning haykalini qo'yib, ommani shuningga ibodat qilishga majburlagan. Bu masalaga qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash bayonot e'lon qilib, kommunist Xitoy hukumatining butun dinlarni inkor qilib, o'zlarining doiralarini e'lon qilib ko'rsatib, keng ko'lamda taqtish uchun tirishayotgan razil ideologiyasidan ogoh bo'lishga chaqiriq qildi. New York vaqti gezdi bu haqda e'lon qilingan tekshirish xarakterli xabar maqolasidan qaraganda, lagerga tutqun qilingan minglarcha kishi hozir shu lagerlar ichida yoki lagerlarga yaqin joylarda selinayotgan zo'r ko'lamli zavod korxonalarda majburiy emgak selinmoqda ekan. Ko'zatchilar lager tuzumining yanada xatarlik tus elayotganligini bildirmoqda. Sharq Turkistonda 2 milliondan oshiq kishining qayta tarbiya lagerlariga qamilishi orqali o'zining milliy va diniy kimligidan voz kechishga majburlanayotganligi, har kuni ro'yi va jismoniy jihatdan qiynashga uchrayotganligi, xalqaroning kuchli tanqidiga uchrayotgan bir paytda bu lagerlar haqida yana bir yangi xabar tarqaldi. U bo'lsa Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi lagerlarda majburiy emgakni yo'lga qo'yayotganligidir. Dunyodagi nopuzliq gazetlardan New York vaqt gazeti va Moliya gazeti qatorliqlar e'lon qilgan xabarlarga qaraganda, Xitoy hukumati hozir Sharq Turkistondagi lagerlar ichida yoki lagerlarga yaqin joylarda zo'r ko'lamli zavod korxonalarni selish orqali tutqunlarni majburiy holda emgak sanmoqda ekan. Tutqunlarning bu o'rinlarda ishlashni rad qilish huquqi yo'q ekan. Amerika Georgia Washington Universitetining professori Uyg'urshunos Shunro Vertes Amerikadagi tarafsiz kuzatuvchi nomli to'rda maqola e'lon qilib, Uyg'urlar etnik tozalashning yangi bir shaklga duch kelayotganligini ilgari surgan. Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarning madaniyati va kimligida radikal o'zgartish ilib berishni ko'zlayotganligi aniq ekan. Biroq u buning qanday oxirlashadiganligiga savol qo'yib, bu xil o'zgartishning islomni yo'qotish jamiyatidagi siyosiy sadosini jimiqtirish, Uyg'urlarning ijtimoiy kapitalini vayron qilish, Uyg'ur tilini besim ostida tutish, faqat davlat qabul qila oladigan naqsh usul va milliy kiyim-kechaklardan boshqa barliq Uyg'ur moddiy madaniyatlarini vayron qilishga markazlashganligini bildirgan. Xitoylarning plani Xitoy kimligini Uyg'ur kimligining o'rniga dastishda qismi, biroq uning maqsadi Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish emas ekan. U buning sababini tushuntirib, Xitoy madaniyatining hargiz Uyg'urlarni tang o'ringa qo'ymasligi, uning plani xuddi Qashqarni bir muzeyga aylantirib qo'ygandek, Uyg'ur millatini sunniy madaniyat buyumlariga aylantirib qo'yish deb qaraydiganligini ta'kidlagan. To'qqizinchi dekabr Avstraliyalik 102 yoshga kirgan Momay Avisher yo'l manganda hasiga taynib mangadi. Ammo taxminan 5000 metr egizlikdan treneri bilan aeroplandan parashyut bilan sakrab, muvaffaqiyatli yer yuziga tushib, dunyo Guinness rekordini yaratgan. Uning sakrashdagi maqsadi Avstraliyadagi harakat nevroni kasalligi jamiyatiga iyoni to'plash bo'lib, Avisher bu faoliyatni umrining oxirigacha davomlashtirganligini degan.